Üçüncü qism. Xəyaldan beşimni götürüp qarsam, hədəm uyğunubdu. Anamның tuproq beşi aldıda qancha saat tizlinib xiyal qilganimni bilmayman. Putum qetib uyushib qapti. Qo'lim bilan putumni o'g'ilsam, sal o'ngshalgandek bo'ldi. Asti o'rnimdan turib hədəmning qashig'i kelib, uni yo'lab chaqliq o'rindiqqa o'ltirg'izdim. Hamda hada ketaylimu desam, ukam yana birdam turaylichu. Endi men buningdan keyin bundaq manzirlarni ko'rmasligim mumkin, dedi. Bu so'zni anglab, yuragim pichoqtilgandek etishib ketdi. Hadamning rohi bo'yicha xeyli uzun turdik. Gugum vaqti bo'lay degandila, ondan uyga qaytdik. Hadamning bugun ro'yi holati shundoq yaxshi edi. U menga qarab, singlim, sen birer qatim nima sababdan aydis bo'lib qolganligimni so'ramading. Ammo men sana deb beray, dedi. Hada, agar sana afsus bo'lib qolsa, demisangmi mayli. Men sendan mangu so'ramayman, dedim. Yo'q ukam, buni seningmi bilish huquqing bor. Mendek ko'ngilning kayniga kirmasligingni umid qilib, sana deb bermoqchi bo'lyapman, dedi. Men gap qilmadim. Hadam gapini boshladi. O'zing bilasan ukam, onam tugab ketgandan keyin ichim shundoq ochiq bo'ldi. Kunlarim shundoq ma'nisiz bilinadigan bo'lib qoldi. Shu chaqlarda nurg'un o'g'illardan so'ygi xati topshirib oldim. Buni sen bilasan. Nurg'un yigitlar o'timda parvonadek agib ketammaydigan bo'lib qoldi. Bularga faqat parvo qilmadim. Biroq yenimda o'ltirgan mardonni bek yaxshi ko'ratdim. Umi meni yaxshi ko'ratdi. Biroq sevgi izhor qilmagan edi. Yangi yil keldi. Sen meni derazdan chiqarib qo'yding. Biz savoqdoshlar bilan bek ko'ngillik o'ynadik. Qaytadigan chog'da mardan qishimga kelib, men sizni opirib qo'yay dedi. Men rozilik bildirib, bilmadim. Sutdek oydin, oppoq qor oyog'imizdan chiqqan g'aj qilgan ovozdan boshqa hech qanday ovoz anglanmaydi. Tuyuqsizli mardan qo'limni issiq olqanlari orasiga elib, siz meni yaxshi ko'ramsiz. Men baq qiynalib ketdim. Menga rozilik bering bo'lamdi. Deb meni chinnida quchoqlab oldi. Men sizni yaxshi ko'raman, deganimni bilaman. Butun badanim simabdek erib,
onunğa barlığımni şu qarlıq keçide yeni yılda tapşırdım. Hazırma puşayman qılmayman. Men hiç kimni onu yaxşı köygəndək yaxşı görüp suyup baxmağan. Ukam, sen bunu haqiqiy birsin için yürügündün yaxşı köygəndə düşünsən. Bundaq desem adam əskiken dep oylap qalmağan. Sen mu çoğ buldun? Çoğun bilişin gerek. Dep gepini davamlaştırdı. Şu işten keyin Merdan ikimiz aşık məşuq buluştuk. Ali mektep imtihanıga az qalğanda ağırıp qaldım. Doktorxanaga berip tekşirsem boyumda qapdı. Bu xabarni Merdanğa yetkizdim. O bu gapni anlap chiroyi qardab ketdi. Hem ikkalimiz o'quvchi. İmtihanga az qaldi. Bu balını aldırıp etip imtihan berip ötüp ketsek taliyimiz. Ötənmey qalsaq andın toy qılaylı dedi. Men mi qoşuldum. Şunun bilen Merdan ikimiz qo'shni nahiyadagi bir shaxsiy doktorxonaga keldik. Bu doktorxona turuqidilla bir xil vayrona, bir xil mehnat edi. Doğruyamsiz yoki qirdiramsiz? Deb mendan so'radi doktor. Men dori yemayman. Boshqa usul bilan elib etdim, dedim. O doktor meni ishkarsidagi bir uyga boshlab kirdi. Kiribli ko'nglim elishib qusib etdim. Tarat qochisida liqqida qon suv olgan qog'oz bilan to'libdi. Bu yerga chiqib ketdim, dedi doktor. Men yatdim. O putumni egiz ko'tarib ichimga muzdek bir to'mirni soldi. Andın onu hareketlendiriydi. Ana! Deb çiqirib yig'lab ketdim. Çoğ bulup bundaq ağırlıqni tunji qatim his qilishim edi. Shunchalik qiynaldim. Buni faqat o'zimla bilaman. Moshundaq yig'lab, qaqshab yurib, qo'sog'imdagi balinimni tushirib oldim. Merdan manga quvvat bo'ladigan yemekliklarni ep berib, uyimizga akib qo'yib ketib qoldi. Sizlarga faqat chandurmadim. Bir hafta uyda bo'lib, andin maktabga bordim. Merdan manga qarab kulib qo'ydi. Boshqa gap qilmadi. Tenim acizlab ketdimi? Yoki boshqa sababdimi? O'zimni bilmayman. Qilgan takrorlarim faqatli o'zlashmadi.
Oliy maktab imtihoni boshlandi. Men imtihonni yaxshi beramadim. İmtihan tükkendan keyin Mardon bilan 2-3 qatim ko'rishdim. Biroq munosabatimiz burunqidek iliq emas. Baldur echilgan gul baldur to'zg'andek. Kichkina ko'nglimning kayniga kirib, onunğa aldirab barlığımni topshirib etgachga men onunğa yelinib o'tayotgan edim. İmtihan natijamiz chiqdi. O oliy maktabga qabul qilinibdi. Men o'tamabdiman. Birisi meni osmondan tashlab etgandek pek ma'yuslandim. Amal yo'q. Tishimga tishlab g'ayrat qildim. Mardon meni tashlab o'qishga ketdi. Men o'zimning aybsiz ekanligimni yilqi 2 ayoldan bildim. Shu kuni tunji qatim anglashim edi. O'ylab baqsam, yilqi bola oldirgan chaqda ichimga sig'gan asvotda aybsiz bemorning qini bo'lishi mumkin. Shuningdan beri aybsiz degan cho'ng qalpoqning ostida yashayapman. Mardon mening aybsiz kisligiga giribtor bo'lganligimni bilgan o'xshaydi. Shuningdan keyin biror qatim men bilan aloqalashib baqmadi. Tunji bosgan xatoligimning badalini mana mushundaq tortyapman singlim. Jenim singlim. Sen faqat o'zingga ishongin. O'g'illarning shirin shakar gaplariga ishonib, to'ying bo'lmasdan burun o'zingni, borlig'ingni undaq nokas ablahlarga beg'ishlama. Gapini oyoqlashtirdi. Adamning gaplarini anglab, yuragimda unsiz yosh to'kdi. Biroq ko'zimdan yosh chiqarmadim. Chunki adamning dilini og'ritqim yo'q. Shunga hada bo'pti. Bular ishning hammasi bo'pti. Endi o'rniga kelmaydi. O kunlarmi o'tib ketdi. Bu kunlarmi o'tib ketdi. Sabr qilgin hada. Deb tasalli berdim. Tomuz kirishi bilan adamning kesili ig'irlashishga boshladi. Adamning burunqi chiroyi yo'q. Bir kuni adam menga, "Singlim, chiroyim qandoq bo'lib ketdikin? Ko'rib baqay" degan. Menga aynakni tepib bergina dedi. Men qo'rqib ketdim. Hem yalg'ondan hada aynigim chaqilib ketgan. Yangidan birini ololmay qoldim. Men sana aynak, sen menga aynak bo'lgin deb adamni aldab qo'ydi. Adam uxlab qolganda uydagi hamma aynakni ochqib
hojatxonaga cho'rib etdim. Adam uyg'ondi. Havo bek issiq bo'lg'achqa aydiz pidoylari akpagin kiyimlarni silib etib, Adamning badallarini surtib qo'yay deb turatdim. Adam vaqirab ketdi. Qo'lingni tut! Qo'g'din kiyimi kiymasdan menga yaqin kelma deb qon chiqardim deyman. Bu nejis kasalning dardini malla tatib o'lib ketay. Sening mendek bo'lib qolishingni xohlamayman, singlim. Menga yaqin kelma, yaqin kelma. Deb yig'lab ketdi. Men asta qo'g'din kiyimini kiyib, maskani tatib, Adamning yallig'langan o'rinlarga dori surtib qo'ydim.